har safar yo'lda ko'rishamiz atlet dedim-u, lekin aniq manzil bera olmadim. Bugun o'sha aniq bo'lgan manzil to'g'risida gaplashamiz atlet. Ya'ni yangi ochilgan Neurofit zalimiz to'g'risida. O'zgacha uslub, o'zgacha trenajyor, o'zgacha zal. Hayotimizda ko'p hollarda restoran va klublarda ko'rib o'rgangan barimiz, endi esa trenajyorniy zalda. Demak, restoran va klub nastroyida Neurofitni ko'rishamiz atlet. Alohida kardio qilishni yaxshi ko'radiganlar uchun oxirgi modeldagi begovaya doroshka va keng kardio zona. Oddiy kardioga qoniqmaydigan atletlar uchun yana ham intensivniroq kardio bo'lishi uchun falsafiy nuqtai nazardan gapirganda ichidagi keraksiz dardlarni kerakli zarbalar bilan to'kib yuborish uchun ushbu zalimizni terrasasiga padel tennis qo'yishga qaror qildik. O'zgacha uslubda qurilgan zamonaviy Neurofit zalimiz ochilishi munosabati bilan biz yillik to'lovlarga bor yo'g'i 20 kunga aksiya e'lon qildik chegirmada. Ushbu aksiyalar to'g'risida ma'lumot olish uchun videomiz ostidagi silkalarga o'tib, kanallarga o'tib, xohlagan ma'lumotingizni olish imkoniga egasiz. Yana ham qulay bo'lishi uchun xohlagan tochkangizdan, xohlagan ilova orqali to'lov qilishingiz uchun ushbu QR kodlar orqali to'lov qilib, bemalol dushanba kundan zallarimizga kelish imkoniga egasiz. Ya'ni 8-sentyabr kuni sizni mashg'ulotlarda kutamiz. Faqat to'xtab qolmang atlet, yo'lda ko'rishamiz. Baxtli bo'l.